Chaqaloqning ichi qancha marta kelishi mumkin? Bu savol menga juda ham ko'p beriladi. Agar bola ko'krak emadigan bola bo'lsa, har emgandan keyin ham ichi kelishi norma, 4-5 kunda ham ichi kelishi norma. Lekin bitta narsaga e'tibor berish kerak. Bu vaqtda bola tinch, xotirjam, bezovtaligi yo'q, faol emadigan holatda bo'lishi kerak. Qorni shishimagan va aktiv bo'lishi kerak. Odatda ona sutini emadigan bolalarda kuniga normada o'rtacha 5-6 marta ichi keladi. Ichi sal yumshoqroq bo'ladi, sariq rangda bo'ladi, shilliqlar deyarli bo'lmaydi. Sun'iy oziqlantiriladigan bolalarda esa ichi sal kamroq kelishi mumkin, chunki sun'iy oziqa bu quyuq oziqa, og'irroq oziqa va shuni hisobiga kuniga 1-2 marta sal quyuqroq, qotganroq axlat kelishi mumkin. Va bu bolalar uchun bu norma hisoblanadi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, keyingi postlarimda chaqaloqni tug'ilgandan boshlab axlati qanaqangi o'zgarishi, qaysi turlari borligini yana tushuntirib o'taman.